Salih dostun bo'lsin. Undaqda salih dost kim? Salih dost Rabbiga itoat qilguvchi, Rabbining buyruqlarini jon dil bilan ijro qilguvchi, Rabbining roziligiga herisman bo'lguvchi salih bandadir. Salih dost iymoni bilan har qanday yaxshilikqa oldirguvchi, taqvolik bilan har qanday yomonlikdan qaytquchi, sunnat va sunnat ahlini yaxshi ko'rib, Alloh yo'lida do'stlashquchi, Alloh yo'lida dushmanlashquchi, osiylik qilmishini va bu qiliqning ahlini yomon ko'rguchi, o'zi taqvo, qalbi suzuk, yaxshilik ko'p va maxfiy bo'lgan, qalbida hasad va adovat bo'lmagan kishidir. Salih do'st qarindoshlarining ayib nuqsonlarini izlamaydigan, ularga tushib beradigan kishidir. Salih do'st Payg'ambar alayhisalom musulmonning sifati haqida aytgandek, musulmonlar uning tili va qo'lining yomonligidan saqlanib qolgan kishidir. Qalbning salomat bo'lishi, qarindishga nasihat sunib turishi, qarindishidan nasihatni qabul qilish salih do'stning sifatidir. Yaxshilikda qarindishiga muvofiq kelish, uningga qarshi yo'l tutmaslik, uningga malomat qilishdan nafsini to'xtatish salih do'stning sifatidir. Yana samimiy va chin holatda yaxshilikda aloqa o'rnatish salih do'stning sifatidir. Salaflardan Abu Solih aytadiki, mu'min degan yaxshilikda sen bilan aloqa o'rnatadi. Sening dining va dunyoligingni isloh qilishga boshlaydi. Munofiq bo'lsa, maqtanadigan ishlarda sen bilan aloqa o'rnatadi. Sening nafsing tortgan yomonlikqa boshlaydi. Ikkisining o'ttirisini farqlantiradigan odam salomat qoladi. Qarindishiga qilgan yaxshilikqa minnat qilmaslik va u yaxshilikni oddiy sanash, qarindishining uningga qilgan yaxshilikni katta va ko'p sanash salih do'stning sifatidir. Demak, salih do'st har qanday yaxshilikqa yordamlashguchi, axloqi go'zal, yaxshilikqa buyuruvchi, yomonlikdan to'squchi, maxfiy yoki oshkora suhbatning haqqini saqlaguvchi, suhbatning haqqiga so'zi va qiliqi bilan rioya qilguvchi, shu ishlarni faqat Allohning roziligini ko'zlab, Alloh mu'minlarga tayyorlagan yaxshi oqibatni umid qilguvchi kishidir. Alloh bizlarga salih do'st muyassar qilsin.